38-sonli davlat umumta'lim maktabi. Bugun mazkur dargohda har qachongidan o'zgacha va shukuhli kun. Yurtimizning barcha ta'lim muassasalarida bo'lgani kabi Orom maktabida ham ustoz va murabbiylar kuni ko'tarinki kayfiyatda nishonlandi. Aslini olganda inson yorug' dunyoga kelib, barkamol, jismoniy va ruhan sog'lom, mehnatsevar, vatanparvar, fidoyi, dunyoqarashi keng, mustaqil hamda komil inson bo'lishiga eng avvalo uning ota-onasi sababchi bo'lsa, mashaqqatli hayotning past baland yo'llaridan to'g'ri yo'lga chiqib, hayot zinapoyalaridan asta-sekinlik bilan ko'tarilishida aynan ustoz va murabbiylarning o'rni beqiyosdir. Darhaqiqat ustozlarimiz ma'naviyat va tarbiya bog'ining bog'bonlaridir. Dunyo ularning mehnatlari evaziga oboddir. Ularning qalblaridan taralayotgan ziyo tufayli insonlarning ma'naviy dunyosi yorug' va ravshan bo'ladi. Binobarin biz ularni har qancha ulug'lasak, e'zozlasak, shunchalik ko'ngillarimiz shod bo'ladi. Farzandlarimiz dunyoqarashi yuksaladi. Orom nomidagi 38-sonli davlat umumta'lim maktabida tashkil etilgan bayramona tadbirda ta'lim muassasasida uzoq yillar mobaynida zahmatli mehnat qilgan yoshi ulug' ustozlar eslanib, ularga hurmat va ehtirom ko'rsatildi. Biz bu yil shunaqa qildik, hamma nafaqaga chiqqan ustozlarni chaqirib keldik. Ular hozir gapirayotgan gaplarini eshitsangiz, mana shu dargohda ishlaganini esladi. Mana shu dargohda qancha o'quvchini ustozi bo'lganligini eslashdi. Hamma o'qituvchilarimiz prezidentimiz berayotgan sharoitlardan jonkuyarlik bilan foydalanish kerak. Ustozni ulug'lagan inson, ustoz ko'rib katta bo'lgan inson faqat yaxshilikka qo'l uradi. Ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan bo'lib o'tgan bayramona tadbir katta sinf o'quvchilarining sahna chiqishlariga ulanib ketdi.